2026-yil 1-fevraldan boshlab A va B toifali haydovchilik guvohnomasini olish uchun avtomaktabda o'qish talab etilmaydi. Xohlagan odam ijtimoiy tarmoqlarda shu kabi ma'lumotlar tarqalmoqda. Bu albatta xato. Shundan ham Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan haydovchilarimiz uchun bir muncha yengilliklar yaratildi. Ya'ni 2026-yil 1-fevraldan boshlab A va B toifadagi milliy haydovchilik guvohnomalarini olish uchun fuqarolar nazariy imtihonlarga mustaqil ravishda tayyorgarlik ko'rishlari mumkinligi belgilandi. Faqatgina majburiy dars soatlarini amaliy mashg'ulotlarda olishlari lozim bo'ladi. Qolaversa, moped va skuter haydovchilari uchun yaxshi imkoniyat yaratilib, ular uchun 2026-yil 1-yanvardan boshlab A1 kichik toifali haydovchilik guvohnomasi joriy etiladi. A, B, C, D singari haydovchilik guvohnomalari istalgan agar sizda bo'lgan taqdirda siz A1 toifaga o'qimasdan to'g'ridan-to'g'ri moped va skuterlarni boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ham yengil tomoni boshqa toifalarni olish uchun 20 ta savoldan 18 tasiga nazariy imtihonlarda to'g'ri javob berish kerak bo'lsa, A1 toifasini olish uchun nazariy imtihonda 20 ta savoldan 16 tasiga to'g'ri javob bersangiz imtihondan o'tgan hisoblanasiz. Mana shu kabi yengilliklar Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan amaliyotga joriy etildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Eng to'g'ri ma'lumotlarni rasmiy sahifalarimizda kuzatib boring.